Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'rvoy yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz qalay? Ha bo'ladi, yuribmiz mana, sekin. Nima harakat ertalabdan ketmonni ko'tarib? Xabaring bor, dehqonchilik qilaman ukam. Daladan kelyapman, daladan. Mana qarang, har kuni ertalab dalaga ketasiz. Kechqurun qaytasiz. Etikda loy bosib, ana qaro yerga botib, ishlarib charchamadingizmi? Nega charchayman bu? Ota-bobolarimizdan qolgan kasb, meros bu. Dehqonchilik. Endi to'g'ri, lekin hozir zamonaviy kasblar chiqib ketgan. Yengil kasblar. O'shalar bilan shug'ullansangiz bo'ladi-ku. Qanaqa kasb? Masalan, kirakashlik. Mashinada yurasiz. Hamma joyingiz toza, ozoda bo'ladi. Mana bunaqa qilib etiklarni kiyib, loyga botib yurmaysiz. Mashinam yo'q meni. Mashina hozir muammomi? Har qadam mashina-ku. Olaman desangiz 1 minutda olasiz mashina. Shunaqami? Albatta. Endi rostini aytsam, sizga bir rahmim kelgandan, ichim achigandan gapiryapman. Menga qolsa-ku farqi yo'q, bilasiz. Bo'ldi uka. Bir o'ylab ko'rarman. Mayli, sog' bo'ling. Bo'pti. Bu yoqdan yurmoqchimiz. Ya bu yoqdan yurmang, katta iti bor ekan. Yo'q-ey. Ha. Rostdan ham aytib. Bu tomondan ketavering. Itdan qo'rqaman a? Yaxshiyam uyda ekansan. Uydamikin yo'qmikin deb yugurib kelaverdim ukam. Shoshmang. Mana shu yerga o'tiravering. Mana bu etigingizni qarang, kattalagan uni yechib, kiyib o'tirasizmi? Bari 2 minut gaplashamizmi, yo'qmi? Sen bilan bir maza qilib gaplashib, suhbatlashay devdim-da ukam. Yo'q, maza qilib gaplashib o'tiraveramiz. Vaqt yo'q. Bugun juda ham bandman. Kechgacha ishlarim ko'p. Shunday o'tiring. Bo'pti, mayli. Shoshmang. Endi o'tiring. Daladan kelyapsiz, har xil joylarda o'tirgansiz. Qurt-qumursqa bormi, bilib bo'lmaydi-da. Qani? Tinchlik omonlik bo'lsin. Tuzukmisan? Nega meni tuzukligimni so'rash uchun keldingizmi? Yo'q-e. Tushlik qilmoqchi bo'ldingmi? Yo'q-e, qanaqa ovqat, qanaqa tushlik? Uyda hechkim yo'q, kim ovqat qilib beradi menga? Choyim bormi, choydan qo'y. Choy borlikka bor. Sizni qon bosimingiz bormi? Yo'q, men qon bosimim yo'q. Bu ko'k choyda bu. Qon bosimingiz yo'q bo'lsa sizga zarar. Tushirib yuboradi. To'g'ri. Zarar. Qon bosim tushirib yuboradi. Yo'lda araq-paraqdan suv ichib kelmadingizmi? Chanqib yurishingizni qarang. Choy boshqacha endi o'rni. Endi boshqacha deb hamma narsa ichavermang, ya. Maqsadga o'ting, maqsadga. Ertalab dalaga ketayotganimda bir zo'r taklif berding-ku. Qanaqa taklif? Qanaqa taklif bo'ladi? Kirakashlik qiling deding. Xo'sh, shuni rosa o'yladim. Haqiqatan ham dalada yil bo'yi ishlar ekanman deb kuzda pulni olar ekanman. Lekin taksichilik qiladigan bo'lsam, har kuni qo'limda mo'maygina pul bo'lar ekan. To'ppa-to'g'ri. Ertalabdan kechgacha oftobda mana bunaqa qizarib, bo'zarib yurasiz, changga botib. Undan ko'ra yengilroq ish qiling dedim-da. Bo'ldi. Kirakashlik qilaman. Qarorim qat'iy. Mashinani qayerdan olamiz? Mashinani? Endi mashinani menda bor edi tanishim. Bir eskiroq mashina sotyapti. Sizga to'g'ri keladi. O'zi pulingiz bormi? Ozgina yig'ib qo'yganlarim bor. Bo'ldi, ozmoz bo'lsa amallaymiz. Endi ozroq eski mashina-yu, lekin ishga yaraydi. Sizga to'g'ri keladi. Qachon boramiz? Bo'ldi, bugun boramiz, bugun hal qilamiz. Meni vaqtim yo'q, kechgacha ishim bor deding-ku. Kechgacha vaqtim yo'q edi, to'g'ri ishlarim bor edi, lekin savobli ish uchun vaqt ajrataman-da, siz uchun. Akam siz-ku.
Ketdik, hozir boramiz. Endi shu ahvolda bormaysiz-ku, ahvolingizni qarang. Sizga buni dalami bu? Bu jiddiy odamlar borib gaplashish kerak, mashinani ko'rish kerak. Bir ustingizni almashtiring, bir tuzukroq kiyimingiz bormi, to'y-poyga kiyadigan? Ha, yaxshi bu, kiyimlarim bor. O'shani kiying. 1 soatdan keyin ko'chani boshida ko'rishamiz. Bo'pti. 1 soatdan keyin uchrashamiz. Xo'p. Voy, o'zi yetib kelibsiz. Ketmaningiz ham turmay qopdi-yu. Ko'chib yubordi aka. Shu yosh o'tgandan keyin odam nima qiladi? Faqat cho'chish kerak-da. Nima? Endi men Volga olamanmi? Nima? Malibu olmoqchimisiz? Pulingizga yarasha mashina olasizda. Bu yaxshi mashina. Yumshoq mashina. Ana bor-ku, Ozoda. Ko'k Jiguli deb ashula aytdi, to'g'rimi? Jigulilar trendga chiqib ketib qoldi. Ertaga Volga haqida ham ashula aytadi. Bu ham zo'r bo'lib ketadi. Ola olmay qolasiz keyin. Yo'q, Volga. Mendan yurgan Volga-da. Unisini bilmadim endi. Uni o'zi biladi qanday aytishni. Siz mashina olasizmi yo'qmi shuni ayting. Yo'q, olaman, bo'ldi. Endi ukam, qancha deyapsiz bu mashinani? 2000 deyapman aka, 2000. Ya, 2000 qimmat-ya bu nima? 2000. 2000 yaxshi narx aka. Mana qarang, bu bozor kelishtiradi, kelishing. Ha. Menga qarang, qo'lni bering. 1000. Ya 1000 bo'lmaydi aka. Ya, keling uka. $1000 bering. $1000 bermayman aka. Ya, keling 1000. Keling aka, Mercedes yurganday bo'lasiz. Volga-ku bu aka, Volga. Ya. 1000. Ya 1000 bo'lmaydi. Ya 1000 bering endi. Ya 1000 beraman. Ya qo'li qo'yib yuboring aka, bu sizga molmi? Qo'yib yuboring aka. Ya, ha bu ham temir bolday gapda. Mana qarang. Ozgina o'ting. Kelishtiring. Qancha berasiz ayting. Bo'ladiganini ayting. Bo'ldi. 1100 beraman. Bering. Beraman aka. Bering. Bo'ldi. Baraka. Tabriklayman. Mashinalar muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga mining. Xo'sh, endi nima qilamiz? Nomingizga o'tkazaylik endi mashinani. Bo'pti. Sizlar gaplashib turinglarmi? Shuni nariga o'tib kelay, xo'pmi? Mana qarang. Xaridor, mana mashina sotildi, to'g'rimi? Sotildi. Bizni haqqimizni alohida berasiz. Ketmaydi aka. Qolib ketmaydi emas, hozir sanayotgan joyida yo'q berasiz. Albatta beraman, xavotir olmang. Aka so'ragan aybi yo'q. Nega 2 barobar ko'p deb aytdingiz narxini? Bilaman-da bu qishloq odamlarini. 1000 desangiz 500 deydi, 2000 desangiz 1000 deydi. Bilasiz. Xo'sh, oldi bu yerda qilib bo'lganmisizlar? Ha, qilib bo'ldik. Demak, xarajatlarni siz qilasiz-a? Qanaqa xarajatlar bor? Xullas, nomer, notarius va boshqa xarajatlar bilan 5 million to'lov bor. Birga to'laymizmi? Aka, mashinani siz olyapsiz. Siz to'laysiz, bilmaysizmi shuni? Men to'layman. Ha, bir marta xarajat qilasiz, shu bilan mashinali bo'lib qolasiz-da, aka. Bu mashinani narxiga borib qolyapti-ku xarajati. Endi toqqa chiqmasangiz do'lona qayda, aka? Toqqa chiqish shartmi? Ana bozorda ham do'lona tiqilib yotibdi-ku. Maqola ham rasvo qildingiz. Xullas, olasizmi yo'qmi? Tezroq bo'ling, odamlar kutyapti. Nima qilay endi? Olaman-da. Mana hujjatlarga imzo qo'ying. Akam voray bo'lsin mashinalar. Rahmat ukam. Tabriklayman. Taglaridan shamollab o'tib yursin aka. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Qarang, bagaji ham bor ekan. Soqqani soqqaga urasiz. Ha, rahmat. Gap yo'q, aytganing kelsin. Shoshmang. Ha. Shoshmang. Ko'rmana-da bu ko'rmana. Qalay? Bo'ladi, rahmat. Sog' bo'ling. Endi ertaga ishni boshlasak ham bo'laverar ekan. Ishni boshlashga shoshilmang. Mashina tayyor-ku. Ertaga qo'yni so'yib xudoy qilasiz. Qanaqa qo'y, qanaqa xudoy yana? Shartmikin ishi? Albatta, bu ishni qilmasa bo'lmaydi aka. Aka, bu ham bir mulk. Odam uy olsa, mashina olsa, biror bir kattaroq ishi bitsa nima qiladi? Qo'y so'yib xudoy qiladi. Temirlarda piri bor deydi. So'ymasangiz bo'lmaydi.
Yori birodarlar, qarindosh urug'larni chaqirib qilasiz endi. Bo'ldi. Yana 5 million xarajatim bor ekan-da. Iloji yo'q. Shunday qilmasangiz bo'lmaydi. Bo'pti. Men ertangi Xudoga tayyorgarlik ko'ray. Tayyorgarlik ko'rish qochmaydi. Kendaga telefon qilsangiz o'zlari tayyorgarlik ko'raveradi. Siz bugun mahallaga choyxona qilib berishingiz kerak. Qanaqa yana choyxona mahallaga? Aka. Mashina oldingiz-ku, yangi mashina oldingiz. Mahalladagilarga choyxona qilib bermasangiz uyat bo'ladi. To'g'ri, ertangi oshingizga boramiz, lekin u yerda mana bu bo'lmaydi-ku. Biroq samakat olsa ham, velosiped olsa ham, qachon yuvasan deb o'zingiz borarmidingiz? Endi yuvmasangiz bo'lmaydi-da, aka. Yana 1 millionlik xarajatim bor ekan-da. Iloji yo'q, aka. Qilmasangiz bo'lmaydi. Uyat bo'ladi. 1 million xarajat, 5 million xarajatni faqat xarajatni o'ylayvermang. Kelgan odam menga o'xshab ko'rmana bilan keladi. Bu mahallada hamma mard menga o'xshab. Senga o'xshab-a? Ha? Sezilib turibdi mardligi. Mayli. Nima desen shu? Bo'ldi, bo'lmasa men butun mahalladoshlarni, eshitmaganlarni ham hammasini yig'ib choyxonada sizni kutaman. Bo'pti, xo'p. Gaplashamiz. Shoshmang. Men bu tomonga ketaman, siz bu tomonga yo'l kiram berib qo'yibman-ku. Yo'l kiraga olaman. Keyin yana bir sabab bo'ladi-ku, o'shanda beraman. Bo'pti, mayli. Xo'p. Ha. Bu jo'naqa juda ham bir qiyin ish emas. Seshanba kuni 12 ga kelaverasizlar akangiz bilan. Bo'ldi. Gap so'z yo'q. Demak, seshanba kuni 12 da shu yerda bo'lamiz. Bu akangiz o'zi qayerda ishlaydi? Xullas bu odam plastik jarroh, plastik operatsiyalarni amalga oshiradi. Yo'q-e. Aynan menga kerak odam ekan. Yuzimda shu ajillarim ko'payib ketyapti. Ishonchli odammi o'zi? Albatta, ishonchli mutaxassis. Agar plastik operatsiyadan ko'nglingiz to'lmasa, hammasini qaytaradi. Pullarimmi? Yo'q, ajinlaringizni. Hazil. Bilasiz-ku, siz bilan hazillashib turaman. Mana qarang, endi savolda notarius endi bir jiddiy kasbda nimaga notarius kasbini tanlagansiz? O'zim ham boshqa kasb tanlamoqchi edim. Shu uyimdagilar insonlarning hayotini saqlab qolasan deb shu sohaga o'qitishgan. Sal tushunmayroq qoldim. Notarius bilan insonlarning hayotini saqlab qolish bir-biriga to'g'ri kelmayapti-yu. Nima deganingiz bu? O'zim ham tashmiga topshirib vrach bo'lmoqchi edim. Uydagilar qaytarishdi. Ha, endi tushunarli. Lekin uydagilaringizga gap yo'q. 5 baho. Juda to'g'ri ish qilishgan ekan. Bo'pti. Seshanba kuni kutaman, 12 da kelarsizlar. Odamlar kutib qoldi. Bo'ldi. Gaplashamiz. Sog' bo'ling. Kiring. Assalomu alaykum, rais boy, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Tez yetib kelib qo'ng'iroq qildingiz. Uchib keldim aka. Sen bola odam emas ekansan-ku. Nega? Mendan 3 million olib zo'r kreslo olib beraman degan eding. Xo'sh. Kreslong parcha-parcha bo'lib sinib ketdi-ku. Yo'q. Nima ustiga o'tirganmidingiz? Mutlaqam. Hali qo'limga tushasan sen meni. Assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Keling. Ha, keldik. Ha, shu yangi mashina olgandim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Qaramabman. Gazi yo'q ekan. Benzinda yurar ekan. Bizdan nima xizmat? Shu metanda yursa arzonroq bo'ladi deb eshitdim. Ha, shunga metan qo'ydirishga keldim. Qancha bo'ladi? 5 million bo'lyapti. Voy bu. Yana 5 million to'laymanmi? Lekin endi mumkin emas bu mashinaga metan qo'yish. Nega? Qaror chiqqan, qonun bor. Yili eski, mumkin emas. Nima? Endi men benzinda yuramanmi? Shunaqa? Voy voy. Assalomu alaykum rais boy. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom.
Keling. Keldik oldingizga bir ish bilan. Ha, sizda ham pul ko'payib ketdi, Hasan aka. Yo'q, anaqa emasdi. Ham moshida yuribsiz-ku. Dehqonchilikning barakasida bu. Ha, shunday. Endi mana tuman markaziga borish kerak bo'lsa, uncha-muncha o'zingiz olib borib kelaverasiz-da. Mayli. Baraka toping Hasan aka. Nima xizmat bizga? Haligi yordam puli olib turgandik. Negadir to'xtab qoldi. Endi sizga yordam puli yo'q Hasan aka. Nega? Chunki nomingizda mashina bor, kam ta'minlangan emassiz. Qo'ying, kimga kerak bo'lsa shularga tarqataylik endi. Nima? Shu shaldiroq arava sabab men boy bo'lib qoldimmi? Bo'rivoy. Ha, siz ham Bo'rivoyga aloqangiz bormi? O'zingizchi? Men ham Bo'rivoy sababli mana shu stulda o'tiribman. Sizni mana shu mansabga Bo'rivoy joylashtirganmi? Shuni eslamay qo'ya qolaylik. Uzr, yig'ilishim bor edi. Mayli. Nima bo'lyapti bu? O'chib qoldi-yu. Voy. Yangi mashina degandi-yu. Nega o'chadi? Nima bo'ldi endi, a? Bu mashinaga tushunmasang ham qiyin endi. Nimasiga tushunaman buni? Qayerda nima bo'lganini qayerdan bilaman men? Hasan aka, mashinangizni butun mahallaga maqtanib o'rtaga qo'yib qo'yibsiz, tinchlikmi? Bo'rivoy, nega maqtanaman? Buzilib qoldi, o'chib qoldi mashinam. Bilmayman nima qilgan, tushunmayapman o'zim. Qani endi texnikaga tushunsam menda? Ketmon chopib yurganman. Hay, endi texnika shunaqa bo'ladi, aka. Endi buziladi, boshqa bo'ladi. Hay, endi bu temirda. Uni ustaga olib borish kerak, tamom usta o'zi to'g'rilab beradi. Men ustaga qanday olib boraman? Yur bo'lmasa ustaga olib boraylik, tarib. Kallangiz bormi sizni? Usta qayerda, biz qayerda? Bu mashinangizni qarang, kit bo'lib yotibdi-yu, buni itarib borsak o'zimiz tamom bo'lamiz-ku. Undan tashqari bu buzilgan mashinaga tegib bo'lmaydi. U kasalni yana ham jiddiylashtirib yuborsak nima bo'ladi? Yo'q-e. Unda nima qildingsan? Evakuator chaqirish kerak. Evakuatorga ortasiz, olib borasiz ustaga, tamom. Evakuatorni qanaqa chaqiradi o'zi? Men chaqirib beraman sizga, menda tanishim bor. Bo'ldi. Okay. Yo'l kiraysiz. Turizmning mendan qarzi bor edi, hech ola olmayotgandim. Mana shunaqa yo'l bilan olmasam ola olmayapman. Menga berib qo'yish turizmni keyin. Xo'p. Keyin endi mijoz topib berganimga ham
bir ikki so'm chiqarib berasiz-a? Rahmat. Rahmat. Gaplashamiz. Zo'r ish bo'ldi-da. Mana ustaxona endi sizniki. Mazza qilib ishlaysiz. Nimaga qayg'uga botasiz? Mulkdor bo'ldingiz, xursand bo'lmaysizmi? Nimasiga xursand bo'laman? O'g'illi bo'ldim. Voy, o'g'illi bo'lgan bo'lsangiz, shapkangizni osmonga otib xursand bo'lmaysizmi? Xotinim bilib qoldi-da. Ha, shunaqami? Unda bugundan boshlab sizga uyda motam ekanda. Motamam gapmi? Bu balo bu, balo. Bilasizmi, motam bilan baloni farqi nimada? Mana masalan, meni qaynonam shaharga borsa-yu tramvay bosib ketsa, mana shuni motam deydi. Lekin u savil shaharga bormaydi. Hamma balo shunda. O'chib qoldi birdaniga. Yurmay qoldi. Nima gap ekan, usta? Yetib kelibsiz aka, motor pishgan. Nima? Motor pishgan? Motor pishgan. Bu nima deganingiz? Eski mashina, qaramay mingan. Motor pishadi-da. Tuzatib bering. Men taksi qilaman deb olganman. Hali taksilikka ham chiqa olmadim. Bo'ldi, tuzatib beramiz. Bir 3 kun 4 kunda tayyor bo'ladi. 3 kun 4 kunda? Ish ko'pmi? Ha, endi bu yerda motordan boshqa ham ancha ishi bor-da. Bu yoq qancha bo'ladi? Taxminan bir 10 million bo'ladi. Nima? 10 million? Shunaqa endi. Hozir. Alo. Nima deysan, onasi? Radardan xat kelibdi? 3 million 800 ming? Ey, yaxshiroq xabar bilan telefon qilsang bo'lmaydimi, shum qadam? Hammasiga mana shu burvoy sababchi. Shu bolani ko'rgan kunim qursin. Nima qilamiz? Aka, boshlaymizmi? Hech nima qilmaymiz. Boshlamaymiz. Mana shu mashina taktugi bilan sizga. Bu mashinani qaytib ko'rgaman gamayapti. Hasan aka. Yo, olib keting mashinangizni. Eshakdan to'qimig'imman. Nima qilaman buni? Joyga egallatib bertamiz. Mashina kelish kerak. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Men-ku yaxshiman, lekin sizni qovog'ingizdan qor yog'ilyapti. Tinchlikmi? Ha? Axir bahor bo'lsa, quyosh charaqlab turibdi. Siz ham ozgina yuzni oching, chehrani oching aka. Shumshayishingizni qarang. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Har kuni uyda janjal. Ha, lekin oxirgi paytlar haqiqatan ham sizning uyingizda juda katta janjallar bo'lyapti. Kecha ham o'tib ketayotganimda ichkarida juda katta janjal, anaqa nima idishlar singan, hamma yoq tars-turs. Bir kirib ajrataymi dedimda, keyin qo'ydim er xotinni orasiga esi ketgan tushadi dedimda kirmadim. Lekin aka, erkak bo'ling. Qaddingizni tik tutsangiz-chi, ha? Erkakmisiz? Uyda kim xo'jayin o'zi? Ha, 2 kundan beri shu masalaga aniqlik kiritib olmayapmiz-da o'zi. Gap bu yoqda deng. Endi aka, lekin sizga bitta zo'r maslahatim bor. Yig'ishtiring maslahatingni. Sani maslahatingga kirib, ana u bilan tanishdim. Savob bo'ladi deb tuppa-tuzuk olyapman, dabdala qilding mana. Aka, nafsingizdan ko'ring, mendan emas. Savob bo'ladi degani, bir ikki so'm yordam qiling, bir moddiy, bir ma'naviy yordam qiling degandim. Siz noto'g'ri tushunsangiz, menda emas-ku, bilishtiring. Boring, Hasanboy aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nimalardir reja qilib turibsiz, mamlaqalar qilib. Issiqxona qilmoqchiman shu yerga. Qo'ysaysiz xonani. Xona ham ishmi?
Sizga zo'r maslahat bor. Ko'rdik bitta maslahatingiz. Raza zo'r ekan. Endi aka, sizni qoningizda yo'q ekan kirakashlik, nima qilay? Nima qilay? Qo'lingizdan kelmas ekan. Lekin hozir shunaqa zo'r maslahat o'ylab keldim sizga. Bitta tanishim anaqa makaron ishlab chiqaradigan apparatini sotyapti. Chet eldan olib kelgan ekan. Puli kerak qolibdi-da endi ozgina. Ana o'shani agar olsangiz baraka topasiz. Hozir bor, go'sht qimmat, hamma makaron yeyapti. Sizga to'g'ri keladi. Ana shuni ishlating siz. Men senga maslahatingni pishirib ye demoqchiman. Tushundingmi? Siz o'zimni akam bo'lganingiz uchun aytyapman. Bo'lmasa hozir bittasiga aytsam, shunday olib boshlaveradi biznesda. Men hamma yo'l yo'riqni o'zim o'rgataman sizga. Qayerda xarajat qilishni, qayerda Menga qara, hozir mana shu ketmon bilan bir solibchi kallangni chaqib tashlayman, tushundingmi? Yig'ishtir dedim maslahatingni. Yig'ishtir dedim.